Mubhamlik insonni kutishdan ko'ra yomonroq ahvolga soladi. Kutishda inson muayyan bir narsani muayyan bir vaqtgacha kutadi. Ammo mubhamlikda nimani kutayotgani va u nima bo'lib kelishi noma'lum narsa bo'ladi. Rauf Farfini bir she'rlari bilan aytadigan bo'lsak, sohilda bir o'zim, atrof qorong'u, yelkansiz kemaning ichida shubham. Vahima shiviri bo'g'zimda og'u, aqlim bir falokat sezadi mubham deydilar. Ya'ni kemani yelkani yo'q, qaysi tomonga borishligi noma'lum. Va men bir falokat sezib turibman, ammo u qachon kelishi va qanday bo'lib kelishligi menga noma'lum deb mubhamlikka chiroyli bir ta'rif beradilar. Alloh taolo mana shu mubhamlikdan barcha musulmonlarni asrasin.